Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz köp uçraydigan atalıqlarning izohlari. Biz ders o'tish jarayonida ba'zi atalıqlarni sizlarga so'zlab bersam, ba'zisini tushunmay qolishingiz mumkin. Shunash biz maslahat uchun mushu atalıqlarninki izohatlari bilan, ya'ni ma'nolari bilan tanishib o'tamiz. Qaranglar, bugungi darsimiz o'rganadigan so'zlarninki yani izohatlar qaysi desanglar, ya'ni qaysi so'zning ma'nolarini o'rgangan desanglar, ya'ni Qur'onga oid atalıqlar. Masalan, Qur'onga oid pari degan nima, sura degan nima, oyat degan nima, tafsir degan nima degan qatorliq mazmunlarni o'rganamiz. Undan boshqa farz degan nima, vojib degan nima, sunnat degan nima, harom degan nima, joiz degan nima, mubah degan nima, makruh degan nima degan mazmunlarni o'rganamiz. Bular anlab baqqanmidinglar? Qaysilarini anlab baqqandinglar? Muallimdan haramni anlab baqqan. Yaxshi, haramni anlab baqqan. Farzni anlab baqqanmidinglar? Anlab baqqandim ustoz. Farzni anlab baqdiq, haramni anlab baqdiq. Qenichi vojibni anlab baqdiq deyman. Men farzni anglagan bilan sunnatni anglagan bilan haramni anglagan. Vojibni anglaganmi? Yo'q. Yani bu atalıqlar mesela farz, sünnet, vacib, haram degan ishlarchi bizning dinimizda nihoyatda ko'p qo'llanadigan atalıqlar. Yani har qanday bir ishlarningki bir hukm bo'ladi. Dinimizda har qanday bir amallarning hukm bo'ldi. Uning hukmi ya farz bo'ldi, ya vacib bo'ldi, ya joiz bo'ldi, ya makruh bo'ldi, ya haram bo'ldi degandek bir hukm bo'ladi. Biz bularningki nima ekanligini o'rganib boqaylik. Ham bu darsdan keyin o'shaning o'tirish farqini undan tushunadigan bo'lasizlar inshaalloh. Kelayli, avval Qur'on Karimga oid atalıqlar kelayli. Bular sizlar uchun nihoyat oson. Sizlardan so'rab boqay. Pora degan nima? Pora degan nima? Qaysini bilasizlar? Qur'onning parasini oldim. Qur'onning parasi. Bir para, ikki para degandek 30 para oldim. Qur'onda qancha para bor? 30 para. 30 para va yaxshi. Bir para degan qanchalik? Bir para degan Qancha varaq? 10 varaq. Yaxshi, maşallah. 10 varaq 20 til dekansizlar, maşallah. Qaranglar. Para deganchi Uyg'urcha parcha deganga o'xshash gap. Yani parcha deganlik Qur'on Karimda har bir 20 yoki 10 varaq bir para deb ataladi. Bir para deb ataladi. Qur'on Karimda jami 30 para bor. Yani bundan para desin nima deb qolmanglar. Qur'on Karimda har bir 20 yoki deganlik 10 varaqni bir para deb ataymiz. Bir paradan bir parani qanday farqlantira olasizlar? Qur'onning ichida bir narsa bor. Jiz bir narsa deydi. Uni deya olamiz. Yaxshi, Qur'onning ustida, ya'ni paralarningki ismi yoziqliq, arabcha yoziqliq. Qur'on Karimni qarasanglar, yaningda Qur'on Karim bo'lsa ochib qarab yiqinglar. Men ochib qarab yiqishinglarni tavsiya qilaman. Masalan, birinchi paraning tugab, ikkinchi para kelgan yerda masalan sayaqulu sufaha deb boshlangan yerda ba'zi Qur'on Karimda ikkinchi para beshining birinchi quri cho'ng xatlarni yozildi. Cho'ng xatlarni yozildi. Shuni qarab bilaymiz. Lekin nurg'un Qur'on Karimda cho'ng xatlar yozilmaydi. Buni qanday bilamiz desanglar, Qur'on Karimninki oyat yozilganning usti o'ng tarafida al-juz'u thani deb yoziqliq. Al-juz'ul awwaldan keyin al-juz'u thaniga o'tadi. Yani mesela el-cüz'ül evvel o xatni o'qiy olsanglar, mesela ma'nosini bilmasanglarmi, ikki xat, cüz'ül evveldan keyin el-cüz'ül saniga kelibdi deb, ikkisiniki farqli yozilganini qarablar, ma paridan ma pari ketdiman deb bilsanglar bo'ldi. Bildinglarmi? Yaxshi. Parini bildinglar. Endi qaranglar. Sura. Sura degan nima? Sura degan nima desanglar, Qur'on Karimda oyatlardan tarkib topgan. Oyatlardan tarkib topgan Bismillahirrohmanirrohim bilan ayrilib turgan bo'laklarni biz sura deb ataymiz. Nima ekan? Qur'on Karimda oyatlardan tarkib topgan Bismillahirrohmanirrohim bilan ayrilib turgan bo'laklarni sura deb ataymiz. Qur'on Karimda
Cəmi 114 sura bo'lib, Tavba surasining 5-da Bismillahirrohmanirrohim kelmaydi deydi. Avval suraning nimaligini bilaylik. Sura degan nima ekan? Qur'on Karimda oyatlarni tarkib topgan bir bo'lakni sura deydi ekanmiz. Bir sura bilan bir suraning o'rtasini nima olib turdi ekan? Bismillahirrohmanirrohim olib turdi ekan. Yani Bismillahirrohmanirrohimdan boshlab o'qib, endi bir Bismillahirrohmanirrohim kelsak, bir sura tugagan bo'ldi ekan. Faqat shu Tavba surasining 5-da Bismillahirrohmanirrohim kelmaydi ekan. Tavba surasining 5-da Bismillahirrohmanirrohim kelmaydi. Nima uchun kelmaydi? Bilganlar bormi? Tavba surasining 5-da nima uchun Bismillahirrohmanirrohim kelmaydi? Bilganlar bormi? Bilib berasizlarga. Tavba surasida Alloh taolo o'zininki kofirlarga va munofiqlarga bo'lgan g'azab, nafratini ifodalagan. O'zining g'azabini ifodalagan. Shunlashqa Qur'on Karimda bu Qur'on Karimda Tavba surasining 5-da Bismillahirrohmanirrohim kelmagan. Yani Bismillahirrohmanirrohimning ma'nosi nima? Rahman, Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman degan gapdi. Yani bu bizga Allohning Rahman, Rahim sifati bilan boshlash bilan bizga bir nihoyatda yaxshi bir so'zlar, amonlik kelish kerak. Ammo bu Tavba surasi uchun amonlik emas, balki Allohningki qahr, g'azabi ifodalangan bo'lg'achqa Bismillahirrohmanirrohim yozilmagan. Hamda Jibril alayhisalom Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Tavba surasini nozil qilib tushirgan vaqtidami Bismillahirrohmanirrohimni o'qib bermagan. Hech bir zaman Jibril alayhisalom Bismillahirrohmanirrohimni o'qimasdan Tavba surasini o'qigan. Shunlashqa bu suraning 5-da Bismillahirrohmanirrohimni keltirmagan. Hamda tushundinglar? Sura degan nima ekan? Oyat Qur'on Karimdagi oyatlarni tarkib topgan Bismillahirrohmanirrohim bilan ayirib turgan bo'laklarni biz sura deb ataymiz. Qur'on Karimda jami qancha sura bor? 114. Yaxshi, 114 sura bor. Yaxshi, maşallah. Qur'on Karimdagi eng uzun sura qaysi? Baqara. Yaxshi, Baqara surasi eng uzun sura. Qancha oyat bor Baqara surasida? 695. Ha, 195 mi qancha? 286. 286 degan to'g'ri, maşallah. Qur'on Karimda Baqara surasi 286 oyatda tarkib topgan. Qur'on Karimdagi eng qisqa sura qaysi? Suratul Kawsar. Inna a'tayna. Maşallah. Inna a'tayna. Yani Kawsar surasi eng qisqa sura. O'qibmi? Oxirini? إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك فهو الأبتر. هو الأبتر. يخشي ما شاء الله ما شاء الله. قنچ آيات تبقى؟ فقط 3. Kevser suresi 3 ayet bakan. Maşallah. En uzun sure Bakara suresi 286 ayetler topgan. En kısa sure Kevser suresi 3 ayetler topgan. Bilib olinglar. Maşallah. Endi ayet degan nima kelaylik? Ayet deganimiz Qur'on Karimda ikki turg'ushning orasiga ilingan beshi va oxir aniq bo'lgan jumlalarni biz nima deymiz? Ayet deymiz. Qur'on Karimdagi ikki turg'ushning orasidagi bo'lakni nima deydi ekanmiz? Ayet deymiz. Qur'on Karimda qancha oyat bor? 6236 yoki shu 6666. Ya'ni ikki xil sanaydigan ko'z qarash bor ekan. Bu farq nimadan kelib chiqqan desanglar, Qur'on Karimdagi suralarning beshida yozilgan Bismillahirrohmanirrohimni sanamaslik bilan yoki bo'lmasa suraning beshidagi harflarni tuzigan oyatlar. Masalan, Qof, Sod deb boshlangan harflar bilan boshlangan oyatni suralar bor. Mushu oyatlarni, ayni oyat sanash yoki sanamaslik qatorliq bir qancha sabablar bilan mushu farqlangan. Ba'zi olimlar hattoki uzun oyatlarningki ma'nolari nechaga bo'linib ketgan bo'lsa, shuni bir oyatda emasdan bir qancha oyatda hisoblaydigan olimlar bor ekan. Shunday nim sababdan, farqlar sababdan Qur'on Karimdagi oyatlarning sonini ba'zilar 6036 deydi ekan, ba'zilar 6666 deydi ekan.
Bu ikisi qandaq ikisi to'g'ri. Bu to'g'risida biz ixtilof qilishmaymiz. 6236 oyat bor desimi to'g'ri deymiz. 6666 oyat bor desimi to'g'ri deymiz. İkisini bilib olsanglar bo'ldi. Ammo bu Turkiyadagi maktablarda 6666 deb o'qitadi ekan. Bu ishni bilib olsanglar bo'ldi. Ammo nurg'un arabcha kitoblarda 6236 deb yozilgan ekan. İkisini bilib olinglar. Aniq bo'ldimi oyat to'g'risidagi mazmunlar? Ha, yaxshi. En so'rab baqay. Qur'on Karimdagi eng uzun oyat qaysi bilganlar bormi? Ben bilmem ustaz. Qaysi oyat shu? Suratul Bakara. Baqara surasidagi qaysi oyat eng uzun? Qur'on Karimdagi eng uzun oyat mushu Baqara surasidagi 282-oyat. Qur'on Karimning 48-sayfini chiqarganlar, 48-betni. Shu yerda bir bet keladigan bir oyat bor. Ya'ni bir oyat, bir sayfa kelgan. Ya'ni mushu oyatni biz Qur'on Karimdagi eng uzun oyat deb qaraymiz. Qaysi oyatga? Baqara surasining 282-oyati. Bildinglarmi? Yaxshi, maşallah. Undan bo'lsa hozir para degan nima, sura degan nima, oyat degan nima degan to'g'risida kalonlar daqiqiy uqum shakllandimi? Shakllandi, ha? Para degan nima ekan? Qur'on Karimdagi 21 bir para bo'ldi ekan. Qur'on Karim 30 paradan tarkib topgan ekan. Qur'on Karimdagi sura degan nima ekan? Oyatni tarkib topgan. Bismillahirrohmanirrohim dan ayirib turadigan bo'lakni biz sura deydi ekanmiz. Tavba surasining boshida Bismillahirrohmanirrohim yozilmaydi ekan. Tamam. Endi oyat degan nima ekan? Oyat degan Qur'on Karimdagi ikki turg'ish, to'xtaydigan yabog'i jumla bilan chegib qo'ygan. Shu ikki to'xtashning orasiga yozilgan bo'lakni deydi ekanmiz. Birisini bir oyat deydi ekanmiz. Yaxshi, unda bo'lsa, keyingi mazmunga o'taylik. Tafsir degan nima? Balkim tafsir deb anglab baqqan bo'lishinglar mumkin. Tafsir deganimiz, yig'ib aytgan vaqtimizda Qur'on oyatlarining ma'nosini tushuntirib berish deganlikni biz tafsir deymiz. Qur'ondagi oyatlarningki ma'nosini tushuntirib berishni deymiz, tafsir deymiz. Ya'ni Qur'on Karimning oyatlarini biz o'qib tushunamizligimiz mumkin. Buni nimadan tushunamiz? Olimlarning yozgan tafsir kitoblaridan tushunamiz. Bu tafsirlarni olimlar mana Qur'on Karimdagi oyatlardan va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan foydalanib turib, ashundan dalillab turib, qanday yozadi. Musharaqliq biz oyatlarning ma'nosini tushunamiz. Ya'ni oyatlar bizga nimani demoqchi, bizga nimani buyuryotidi, nimadan cheklayotidi degandek mazmunlarni biz tafsirdan bilamiz. Tafsirning nurg'un turlari bor. Ya'ni bu tafsir kitoblarda oyatlarning nima uchun nozil qilinganligi, qanday holatda nozil qilinganligi degandek nurg'un mazmunlarni shu tafsir ilm bilan hal qilamiz. Tafsir degan nima ki balla? Tafsir degan nima ekan? Qaysi anglab baqsizlar? Kur'an ayetlerinin ma'nosi için. Ma'nosini tushuntirib beradigan ilmni biz nima deymiz? Tafsir ilmi deymiz. Ya'ni Qur'on oyatining ma'nosini bildirib turgan kitobni deymiz, tafsir kitobi deymiz. Tafsir kitobidan qaysinglar ko'rib baqdinglar? Qaysi tafsir kitobini ko'rib baqdinglar? Bildiganlar bormi? Ben kirab bakmagan. Ko'rib baqanlar bormi? Tafsir kitoblaridan qaysini ko'rib baqdinglar? Uyinglarda qaysi tafsir kitobi bor? Qara kitobning ismini anglab baqanmiding? Tafsir to'g'riliq. İbn Kesir ustaz. Maşallah. Tefsiri İbn Kesir. Maşallah. Yine baş tefsir kitabını anglab baqalı bormi? İbn Kesirning tefsiri bu Uyg'ur ismi bana ait yaxshi bir tefsir. Yine Muallim. Tefsir degan gapni anglab baqmagan, endi tushundim. Endi tushundingizmi? Maşallah. Qur'onning oyatlarining ma'nosini tushuntirib yozilgan kitobni deydi ekanmiz, tafsir kitoblari deydi ekanmiz. Maşallah. Maşallah. Endi bundan ikkinchi bundaq kitoblarning tashini o'qib yiqinglar. Tashini o'qib, tafsir degan kitobni xatni ko'rgan chog'ingda, bu Qur'onning ma'nosini tushuntiradigan kitob ekan deb bilib olinglar. Bo'lamdi? Maşallah. Tafsiri İbn Kesir nurg'un o'yladi bor. Uyg'urcha tarjima qilingan bir kitob. Yaxshi. Endi oxiriga o'taylik.
Şer'i hükümlerge ait atalgılar keleylemdi. Şer'i hükümlerge ait atalgılar. Bu nima degan gap desanglar, bizning dinimizdagi hükümleri var. Mesela ma ishni qilsangiz, buning hukmi mandaq. Ma ishni qilsangiz, buning hukmi mandaq deydigan shunday shariatda belgilangan hukmlar bor. Mushu hukmlarningki ismlarga ait biz atalgılarni o'rganib o'tamiz. Qaranglar. Birinchisi farz. Farz. Mesela anlagan bo'lishinglar mumkin. 13 ga chiqqandan keyin san namoz farz qilindi degan gapni anlagan bo'lishinglar mumkin. Anlaganmidinglar? Azroq anladım. Azroq anladinglar. Undan bo'lsa men sizlarga deb beray. Farz degan nima? Farz deganimiz, xatdan jiqliq qaramanglar, men sizga tushuntirib beraman. Farz deganimiz keskin buyurilganligi Qur'on Karim va mutawatir hadislarning aniq va keskin dalillari bilan shundaqla ijmo mujtahid ulamolarning o'rtaq qarashi bilan isbotlangan amallarni biz farz deymiz. Yig'ib aytgan chog'da nima desanglar, keskin dalil bilan bütün olimlarning hammasi o'rtaq holatda mushuni cho'qim qilmasa qat'iy bo'lmaydi deb belgilab bergan amallarni ne deganmiz? Farz deydiganmiz. Masalan, bu amallardan namoz, 5 vaqt namoz o'qish, ro'za tutish, zakat berish, haj qilish deganlar bular farz. Ya'ni bu to'rt amal Qur'on Karimdagi oyatlar bilan bizga isbotlangan farz amallar. Undan boshqa namozni qiroat qilish bor. Namozni qiroat qilish bu hadislarda isbotlangan bir farz amal. Ya'ni bu farz nima bilan bo'ldi ekan? Qur'on Karim va hadislardan shunday keskin dalillar bilan isbotlangan, shunday qat'iy qilmasak bo'lmaydigan bizga buyurilgan amallarni biz deymiz farz deymiz. Bu farzni o'rinlash zarur. Ya'ni cho'qim qilmasa bo'lmaydi. Bir amalni qilishingiz farz degan bo'lsa, bir musulmon uni anglagan hamon cho'qim qilmas bo'lmaydi. Bu farzni o'rinlagan kishi, cho'qigan kishi noytim ko'p savob topadi. Alloh u kishini yaxshi ko'radi. Agarda o amalga, bir farz amalga ahamiyat bermay turib, o'rinliq qilib, shunday qilmagan kishi, farzan masalan namozni deyli, namozni bir kishi farzligini biladi, Allohning buyurganligini biladi. Lekin qo'shaqmay, o'rinliq qilib namoz o'qimagan bo'lsa, bu kishi qanday bo'ladi? Allohning oldida qattiq gunohkor bo'ladi. Qattiq gunohkor bo'ladi va o'zini oxiratning azobi tutgan bo'ladi. Ahiretli azabı özüne atkan buludu. Ben azapta atışqa, haflayaqda özünü özü azapqa atkan buludu. Endi bir kişi gelip, mesela namazı misal qılaylı, namazın perizkelige inkar qıgan bolsa, yoq bu namaz periz emas, oqsaqım buludu, oqumsaqım buludu, deb qargan bolsa, bu kişi kafir buludu. Bu kişi kafir buludu. Aldınlarmı? Elmi qatın deb beraya. Periz emeller deganlik çoqum qilmasangiz bo'lmaydigan amallar deganlik. Qilmasa cho'qana bo'ladi, qilmasa qattiq gunohkor bo'ladi. Qattiq gunohkor bo'ladi. Qisqacha Alloh noyitim ko'p savob beradi. Qilsa noyitim ko'p savob oladi. Qilmasa Allohning oldida noyitim og'ir gunohkor bo'ladi. Endi bu qilmasda ikki xil masala bor ekan. Birsi bilib turib ahamiyat bermaganlikdan. Ya'ni namoz farz deydi og'zida. Namoz o'qisam bo'ldi deydi. Ammo lekin hurullik qilib, alaqan ahamiyat bermay, ko'ngil bilmay qilmagan bo'lsa-chi, bu kishi qattiq gunohkor bo'ladi. Agarda yo'q bu namoz o'qimasam bo'ladi deb qaragan bo'lsa-chi, bu kishi aniq kofir bo'ladi deydi. Ana o farz amallar qachon boshlanadi sizlarga? Kichik bolalarga, qizlar 9 yosh, o'g'illar 12 yoshdan boshlab mushlarning hammasi farz qilindi. Buni qilsaqchi, noyitim ko'p savob olamiz. Agarda ahamiyat bermay turib, ahamiyat bermay, o'rinliq qilib qilmasaqchi, qattiq gunohkor bo'lamiz. Bildinglar? Hozir yoz vaqti balkim ba'zilarga atigini namoz o'qish, atigini bomdod namozini o'qish, oqshom kecha yotgancha xuftam namozini o'qish og'ir qilayotgan bo'lishi mumkin. Ammo lekin shu vaqtda menga namoz farz qilindi, namoz farz qilinganlar, namoz farz qilindi deb Allohdan qo'rqqan holatda namozlarni ado qilmasangiz qanday bo'ldi? Alloh taolo noyitimi og'ir gunoh yozadi. Og'ir gunoh yozadi. Endi farz ikkiga bo'lindi. Buni bilib olinglar. Farz ikkiga bo'linadi. Birinchisi farz ayn, ikkinchisi farz kifoya, Endi bu nima degan gap qarang. Farz ayn deganlik musulmonlardan har bir shaxsning bevosita o'zi o'rinlashiga buyurilgan farz deganlik. Ya'ni har qanday kishi
o'zi bevosita qilishi zarur bo'lgan amallar. Masalan, biz cho'qim o'zimiz qilmasak, bu ish bizning gadinimizni saqit olmaydi. Cho'qim o'zimiz qilishga buyurilgan, boshqalar bizning o'rnimizga qilib qo'ya olmaydigan amallarni deymiz, farz ayn deymiz. Masalan, namoz o'qish, ro'za tutish qatorliqlar. Bularning uchun cho'qim o'zimiz qilmasak, bizningki gadinimizga farz ado bo'lmaydi. Boshqalar bizning o'rnimizga qilib qo'ya olmaydi. Bu nima bo'lgan? Farz ayn bo'lgan. Endi farz kifoya degan nima desanglar, umumiy musulmonlarning ustiga buyurilgan farz. Bütün musulmonlar ustiga buyurilgan farz. Ya'ni bir bo'lik musulmonlar qilib qo'ysa, hamma musulmonlarning ustidan saqit bo'ladigan amallar. Masalan, jinoza namozi o'qish qaranglar. Masalan, bir shaharda bir kishi tuyib ketdi. Bir musulmon bir kishi vafot bo'ldi deylik. Vafot bo'ldi. Bu musulmon kishining jinozasini mushu shahardagi anglagan yaqin yo'q kishilardan bo'lgan musulmonlar jinoza namozini o'qib, yerlikka qo'yib qilgan bo'lsa-chi, qana bo'ldi? Shu shahardagi barliq musulmonlarning hammasi qilganga o'xshash savob beriladi. Ya'ni hammasining ustidan bu farz ado bo'ladi. Agarda bir shaharda bir musulmon kishi vafot bo'lib, hech qanday bir musulmon u kishini yuvib tarab, aniq jinoza namozini o'qib yerlikka qo'ymay qo'ygan bo'lsa, o musulmon kishi ashunday tashlab etilgan bo'lsa-chi, shu shahardagi musulmonlarning hammasining ustidagi bu farzchi ado qilinmagan bo'lib, musulmonlarning hammasi gunoh yozildi. Mandaq amallarni deyotganmiz, farz kifoya deyotganmiz. Ya'ni bir bo'lik musulmonlarning qilishi bilan bütün musulmonlarningki gadinni saqit bo'lgan amallarni farz kifoya deymiz. Farqini tushundinglarmi? Farz ayn bilan farz kifoyaningki? Ha, tushundim ustoz. Maşallah. Endi kelaylik vacib amalga. Endi vacib degan nima? İnsanlar buyurganligi Qur'on Karim dalillari bilan isbotlangan bo'lsa-mu, shu masalaga nisbatan dalolati keskin bo'lmagan oyatlar va g'ayri mutavattir hadislar bilan bekitilgan amallar. Ya'ni vacibmi, cho'qim shu buyurganligi isbotlangan amal, qilmasangiz bo'lmaydi degan amal, ammo lekin farzdancha bir daraja tuban turdi. Yani bununki daliliçi keskin bo'lmagan oyatlar bilan yoki bo'lmasa g'ayri mutavattir hadislar bilan kelgan. Va g'ayri mutavattir degan gapni mutavattir degan nima desanglarchi, masalan, hadis buni tushuntirsam tushunamsizlar hozir. Tushunib beqinglar. Mutavattir degan nihoyatda ko'p odamlar rivoyat qilib, shunda hozirgacha tushib akagan degan gap. Mutavattir degan. Peygamber Aleyhisselam'ın sözügen hadislerini bir misal keltirip bereyim. Peygamber Aleyhisselam bir hadisini sahabelerinin aldığı sözüdür. Yani etrafındaki kişilerin aldığı sözüdür. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın bu sözü etrafındaki kişilerin hemmesinin tili bilen onundaki kişilerine gidip geldi. Onundaki kişiler diyoruz Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadislerini yani nurgun kişi birleşip yana onundaki kişilerine sözlep verdi. Yani mesela bir hadis nurgun kişilerin ağzına gidip gelgen bolsun buldu mutavattir buludu. Eğer de bir hadis nurgun kişinin ağzından emez, bir iki kişinin ağzına gidip gelgen bolsun bu gayri mutavattir buludu. Endi tushundinglarmi mani? Gapning ma'nosi ne? Bu biraz ishkirilab turgan darslarning mazmuni bu. Mushuncha bilasizlar bo'ladi. Ya'ni vojib deganimiz nima ekan? Sizlar qisqartib aytdim. Oddiy tilda aytgan chaqda buyurilganligi ayna bizga buyurilgan ishlar ammo lekinchi buning darajasi farzdan bir oz tuvan turgan ishlar ekan deb bilsanglar bo'ldi. Ya'ni farz qaranglar, vojibni o'rinlash farz amalga o'xshash zarur. Ya'ni vojibni cho'qim farzga o'xshash deb turib, cho'qim qilishimiz kerak bo'lgan amallar. Amal qilgan kishi savob topadi, qarang, savob topadi. Tark etgan kishi, qilmagan kishi-chi terk etgan kishining gunohidan bir daraja tuvan gunohkor bo'ladi. Ham terk etgan kishi, farzni terk etgan kishining gunohidan bir daraja tuvan gunohkor bo'lgan ishlarni biz vojib deymiz. Endi vojibni butun inkor qilgan bo'lsa, yo'q bu vojib emas deb inkor qilgan bo'lsa, farzga o'xshash kofir bo'lib ketmaydi. Farqimiz shu. Yana bir qaytadan tushuntirib qo'yasizlarga. Farz bilan vojibniki nima farqi bor desanglar, her ishimizni o'rinlash zarur. Her ishimizni cho'qim qilmasak bo'lmaydigan ish. Endi qilgan kishi her ishimizni o'xshash savob topadi, ko'p savob topadi. Terk etgan kishi farzni terk etgan kishi nihoyatda og'ir gunohkor bo'ladi. Vojibni terk etgan kishi undan ozroq gunohkor bo'ladi. Tushundinglarmi?
Yani günah buluşsa derecesi şu vacipteki azrak töven buludu. Mesela vacip degen qanday amallar ekan desanglar, qurbonlik qilish. Qurban hit bo'lgan chaqda hammamiz qurbonlik qilamiz-ku. Qurbonlik qilgidek puli bor insonlarning hammasining qurbonlik qilishi vojib. To'g'rimi? Yani puli bor turib qurbonlik qilmasa qanday bo'ldi? Gunohkor bo'lib ketadi. Fitr sadaqasi berish. Fitr sadaqasi berish nima sizlarga shu Ramazonlik darsda so'zlagandim sizlarga. Ro'za hitning darsi so'zladikmi? Ro'za hitninki ro'za hit namoziga chiqishdan burun fitr sadaqasi berish vojib deb o'rgangandik. Esinglarda bormi? Har qanday bir insonningki mayli boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, hamma kishiningki fitr sadaqasi berishi vojib deb o'rgangandik. Esinglar keldimi? Aş vaqtda. Ustoz esim keldi. Mushu nima ekan? Mushu vojib amalga. Ya'ni shu hit namozi o'qish, Qurban hit namozi va ro'za hit namozini o'qish nima amalga? Vojib bo'lgan amalga. Bilib oldinglar? Bundan boshqa nurg'un vojiblar bor. Men hozir mushu 3 misolni bilib olsanglar yetarli. Vojibni tushundinglarmi? İnşallah. Ahirda so'rayman, hozir tushunmagan bo'lsam tushunmadim danglar, ahirda men sizlardan hammasini bir boshdan so'rayman. Endi sunnat. Balki sunnatdan ko'p anglagan bo'lishingiz mumkin. Sunnat degan nima? Qaysinglar bilasizlar? Sunnat degan nima? Yani Muhammed Aleyhisselam qilgan narsalar. Ha, Rasulullohning qilgan ishi sunnat deb ataladi. Ko'p aqaylar. Sunnat deganimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qilgan ish-harakatlari, so'zlari, buyruqlari va to'sqanlari, shundaqla payg'ambarimizning sifatlari sunnat deb ataladi. Qaranglar. Payg'ambar alayhisolamning qilgan ish-harakatlari, ya'ni payg'ambar alayhisolam nima ishlarni qilgan? Payg'ambar alayhisolam ani qilgan, mana qilgan deydigan ishlarning hammasi sunnat bo'ldi ekan. Undan boshqa payg'ambar alayhisolamning so'zlari, ya'ni payg'ambar alayhisolam mundaq degan hadislar, bu nima bo'ldi ekan? Bu sunnatning qatoriga kirdi ekan. Buyruqlari, to'sqanlari, ya'ni payg'ambar alayhisolam deydi, bu payg'ambar alayhisolam bir kishi bir ishni qilgan bo'lsa, agar xato ishni qilgan bo'lsa, undan to'sidi. Shunday qilib to'sqan bo'lsa, u payg'ambar alayhisolam falon vaqtda men mana ish qilgan chog'da u ishni qilmasligimni buyurgandi, meni to'sqandi degan hadislar nima bo'ldi? Sunnatdan qatorida bo'ldi. Buyurgan bo'lsa-chi, masalan, unda qilinglar deb buyurgan bo'lsa, bu sunnat bo'ladi. Ya'ni-chi payg'ambarimizning sifatlari. Bu sifatlar ikki turlik bo'ldi. Birisi payg'ambar alayhisolamning yaratilish sifati, masalan, sirtqa turqi qandaqdi, chechi budirdi, egizmamasdi, pakamasdi, urug'masdi, semizmasdi degandek sifatlar bo'ldi payg'ambar alayhisolamning. Mushu sifatlarimi payg'ambar alayhisolamning sunnatlari qatoriga kirdi. Undan boshqa payg'ambar alayhisolamniki mijoz xuluqlari. Payg'ambar alayhisolam nihoyatda kamtardi, nihoyatda muloyimdi. Degan shu mijoz xarakterga aloqador shu hadislar nima bo'ldi ekan? Sunnatning qatoriga kirdi ekan. Bildinglarmi? 4 narsa bor. Sunnatda 4 narsa bor. Payg'ambar alayhisolamning birinchisi ish harakatlari, qilgan ish harakatlari, ikkinchisi qilgan so'zlari, uchinchisi arabcha taqrirat deb ataldi. Taqrirat ya'ni buyruqlari va to'sqanlari, yoki tasdiqlari desanglar bo'ldi. To'rtinchisi payg'ambar alayhisolamning sifatlari. Yani bu 4 türlük iş sünnetden qatoriga kirdi. 4 türlük iş sünnetden qatoriga kirdi. Endi bu sünnetning hukmi nima? Sünnetning hukmi bu sünnetni o'rinlagan kishi nihoyatda ko'p savob oladi. Yani payg'ambar alayhisolamning qilgan deb qilish bilan biz nihoyatda ko'p savob erishgan bo'lamiz. Ammo lekin qilmaslik bilan-chi gunohkor bo'lmaymiz. Yani qilsak nihoyatda ko'p savob olamiz ammo. Bildinglarmi? Payg'ambar alayhisolam hammamiz tunaymiz shundaqmi? Tunimsizlar? Tunaymiz muallim. Ha, maşallah. Payg'ambarimizning qilgan ish harakatlari, so'zlari, buyruqlari va to'sqanlari va payg'ambarimizning sifatlarini biz sunnat deb ataymiz. Endi bu sunnat nima uchun shunday muhim? Bu payg'ambarimizning ish harakatlari, so'zlari, buyruqan, to'sqanlari, bu sifatlari nima uchun shunchalik muhim? Buni biz Qur'on Karimdagi oyatlarga qarab tahlil qilib boqaylik. Hashr surasining 7-oyati. Qaysini o'qisizlar? Ma'lumani o'qib boqaysizmi mu'minlar? Mu'minlar. Va ma
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتقوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Peygamber sizlerge bergenli ilim var. Peygamber çekligen nersidin çeklinin var. Allah'tan korkunlar. Hakikaten Allah'ın azabı katıktır. Maşallah. Allah Taala bizga Qur'on Karimda shunday buyruq qildi. Payg'ambar sizlarga bergan ilonlar deydi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Payg'ambar sizlarga bergan ilonlar. Ya'ni sizlarga buyurganini qilinglar degan ma'noda. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya'ni payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar deydi. Seni nimadan cheklagan bo'lsa, shuningdan yeninglar deydi. Vettaqullaha innallaha şedidul iqab. Allah'tan korkunglar. Hakikaten Allah'ın azabı qattiqdir deydi. Allah Taala Qur'on Karimda bizga nima buyuribdi? Payg'ambar alayhisalom buyurganini qilinglar, cheklagan deganinglar deyotdi. Bundan başqa Qur'on Karimda yana va atiulloha va atiur rasul deydi. Ya'ni Allohga itoat qilinglar va payg'ambarga itoat qilinglar deydi. Yana bir oyatda tushunsanlar kimiki meni yaxshi ko'rgan bo'lsa, Alloh taolo deydi, kimki meni yaxshi ko'rgan bo'lsa, payg'ambarga ergashsin. Ondan keyin Alloh uni yaxshi ko'rdi degan oyatlar bor. Ya'ni Alloh taolo nurg'un oyatlarda o'ziga itoat qilish bilan birlikda, ya'ni payg'ambarga itoat qilishga buyurgan. Payg'ambar alayhisolamga ergashishga buyurgan. Payg'ambar alayhisolam nimani qilsa, payg'ambar alayhisolam nimaga buyurgan bo'lsa, nimani qilgan bo'lsa, shuni qilinglar. Payg'ambar alayhisolamning yo'lidan menglar. Peygamber Aleyhisselam nemadan cheklangan bo'lsa, sizlar shuni cheklaninglar. Ya'ni mayat ko'rib qo'yinglar, vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar deydi. Allohdan qo'rqinglar. Alloh taolo bizga mushu Rasulullohga ergashish haqida nurg'un oyatlarni keltirgan. Ya'ni bu Rasulullohning qilgan ishlariga, qilgan so'zlariga ergashish nima ekan? Bu sunnat. Bu Allohning buyrug'i. Allohning buyrug'i. Bizning dinimizningki asosi bo'lgan ikki narsa bor. Birisi Qur'on Karim, yana birisi Payg'ambar alayhisolamningki mushu sunnatlari. Bu sünnetleri. Biz mushu ikki narsani tutgan holatda hayotimizda bo'lamiz. Bizning hayotimizninki yo'ritib turadigan ikki chirig'i nima ekan? Birisi Qur'on Karim, yana birisi Payg'ambar alayhisolamning sunnatlari. Bildinglarmi? Bo'ldi. Endi hadislar bor. Payg'ambar alayhisolamning hadislari desak nima ekan deb qolmanglar. Payg'ambar alayhisolamning hadisleri degan shu Payg'ambar alayhisolamning qilgan ishlarini, so'zlarini, buyurgan to'sqan ishlarini, Payg'ambar alayhisolamning sifatlarini bizga yezib bergan narsani deymiz. Yozgan kitoblarni biz hadis deymiz. Hadis deymiz. Ya'ni shu sunnat Payg'ambar alayhisolamning shu hadislar asosida o'tirg'i chiqadi. To'g'rimi? Hadislar orqali sunnat o'tirg'i chiqadi. Endi sunnat ikki turlik bo'ldi qaranglar. Payg'ambar alayhisolamning shu sunnati ikki turlik bo'ldi. Birisi ta'kidlangan sunnat. Ya'ni ta'kidlashgan degan gap, mana qilinjimi deb bakroq bizga ta'kidlagan, bakroq buyurgan ishlar, ta'kidlangan sunnat. Yana birisi ta'kidlanmagan sunnat. Endi buni nimaga qarab boqaylik. Ta'kidlangan sunnat degan nima bo'lsa, Payg'ambar alayhisolam hamisha o'rindashga odatlangan, har vaqt qiladigan özürsüz qat'iy tark etmagan amallarni biz deymiz, ta'kidlangan sunnat deymiz. Payg'ambar alayhisolam har doim qiladigan, hech zamon tark etmagan amallarni ta'kidlangan sunnat deymiz. Masalan, 5 vaqt namozning sunnatlarini o'qish. 5 vaqt namozning sunnatlari bo'ldi. Masalan, bomdatningki 2 rakat farzdan burun 2 rakat sunnatini o'qiymiz. Shundaqo, Peşimning 4 rakat farzning 4 rakat sunnatini o'qiymiz. Bu sunnatlarni o'qish nima ekan? Ta'kidlangan sunnat. Payg'ambar alayhisolam hech bir zaman tark etmagan amallar. Ondan keyin misvok ishitish. Payg'ambar alayhisolam faqat tark etmagan, ta'kidlangan sunnat bo'lgan amallardan misvok ishitish. Endi ta'kidlanmagan sunnat degan nima bo'lsa, ta'kidlanmagan sunnat deganimiz Payg'ambar alayhisolam hamisha o'rinlashga odatlanmagan. Ya'ni har vaqt qilmagan, gahida o'rinlagan, gahida uzrsiz tark etgan. Ya'ni ba'zida qilgan, ba'zida qilmagan ishlarni deymiz, ta'kidlanmagan sunnat deymiz.
ta'kidlanmagan sunnatlarni qilmaslik bilan biz gunohkor bo'lmaymiz. Mana bilib olinglar, ha? Ta'kidlanmagan sunnatlarni biz qilmasak gunohkor bo'lmaymiz. Masalan, asr namozining farzdan burungi 4 rakat sunnati. Asr namozidan burun shu Turkiyaning masjidida qilsanglar butun hamma odam degandek asr namozidan burun 4 rakat asrning sunnatini o'qiydi. Ammo biz Uyg'urlar uni odatlanmagan. Uyg'urlarning ko'pinchisi asr namozining 4 rakat sunnatini o'qimaydi. O'qimasa qanday bo'ldi ekan? Ya'ni bu ta'kidlanmagan sunnat bo'lg'achqa gunohkor bo'lamiz ekanmiz, gunohkor bo'lmaydi ekanmiz. Ammo o'qisak-chu savob berishir ekanmiz. O'qisak savob berishimiz, ha? Bu ta'kidlanmagan sunnatning yana bir ismi bor. U bo'lsa mustahab. Mustahab deb ataladi. To'g'rimi? Bu ta'kidlanmagan sunnat mustahab deb ataladi, ha? Bildingmi? Bildik ma'lum. Ha, yaxshi, mashallah. Sunnat degan kimning ishi ekan bu? Payg'ambar alayhissalomning qilgan ishlari, qilgan so'zlari va buyurgan va to'sqan ishlari, endi payg'ambar alayhissalomning sifatlari nima bo'ldi ekan? Sunnat bo'ldi ekan. Mashallah. Sunnat ikki turli bo'ldi ekan. Ta'kidlangan sunnat va ta'kidlanmagan sunnat. Endi harom. Harom nimalar bilsaqchi, halol va haromni, ha? Harom degan nima desanglar? Haram degan bas qilsak bo'lmaydigan. Ha, mashallah. Qilsak qat'iy bo'lmaydigan ishlar. Keskin ma'ni qilinganligi Qur'on Karim va mutawatir hadislarning dalillari bilan shubhisiz va keskin holatda isbotlangan ishlarni deymiz, biz harom deymiz. Ya'ni Qur'on Karimda, mutawatir hadislarda keskin holatda isbotlangan qilsak qat'iy bo'lmaydigan ishlarni deymiz, harom deymiz. Masalan, aroq ichish, jazoni yeyish, harom qilingan narsani yeyish bularchu harom bo'ladi. Bular harom bo'ladi. Bu harom ishlarni qilgan kishi qattiq gunohkor bo'ldi. Qattiq gunohkor bo'ldi. Tavba qilib, Alloh qaytmasa, ey Alloh, men tavba qildim, qattiq qilmayman deb shu ishda yonmag'icha, do'zaxning azobiga duchor bo'ladi. Haromni qilgan kishi. Endi bir harom ishni, yo'q bu harom emas, halol deb sanagan kishi kofir bo'ladi. Biz uncha kofir deymiz, musulmon demaymiz. Agarchi la ilaha illalloh desam, bir harom ishni, masalan, jazoni yeyish degan nimaga balkim bilsa ya bilmaysizlar. Mushu harom narsani bu halol degan bo'lsa, bu kofir bo'ladi. Harom qilingan narsalarni yeyish dedi. Qanday narsani yeyish harom qilingan qaysini bilsizlar? Bizning dinimizdan nimalarni yeyish harom qilingan? Cho'shqa yeyish. Ha, yo'q, cho'shqa yeyish harom qilingan. Endi-chi? Jilat. Allah'ın ismi aytilmay. Ha, yaxshi. Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yeyish buncha harom. Endi-chi? Yirtqich hayvonlar yeyish. Ha, yaxshi. Yirtqich hayvonlarni yeyish yo'qmiz-chi? Yirtqich hayvonlar o'ltirib etgan hayvonlarni yeyish harom. Endi-chi? Üzülüp qolgan bir hayvon yeyish harom. Maşallah. Üzülüp qolgan bir hayvonni yeyish harom. Endi-chi? Egiz yerdan tushib ketib bilib qolgan hayvon bo'lsa-chi? Harommi? Allah haram degan narsani yeyish harom. Ha, maşallah. Allah haram degan narsani yeyish harom. Dengizlik narsani yeyish harommi, harommi? Dengizlik hayvonlarni yeyish. Haram emas. Ha, dengizlik halol. Iliq yeydi. Hammasi halol. Maşallah. Hamma yaxshi bildik ekansizlar, ha? Ya'ni haromni qilgan kishi qana bo'ldi ekan, qattiq gunohkor bo'ldi ekan. Buni yaxshi bildik ekansizlar. Endi makruh deb anglamagan bo'lsangiz mumkin balkim makruh kelaydi, ha? Makruh degancha yoqtirilmaydigan ish deganlik. Arabcha ma'nosi yoqtirilmaydigan, yomon ko'riladigan ish deganlik. Yomon ko'riladigan ish deganlik. Bu yomon ko'riladigan ishni qilgan kishi haromni ishlagan kishidan bir daraja tuvan bo'ladi. Ya'ni makruhning jazosi haromdan bir daraja tuvan. Tark etgan kishi savob berishdi. Makruh ekan deb biz uni qilmasak savob berishimiz. Masalan, bu makruh ishlarning qatoridan, masalan, namozda ko'zni yumib olish. Namozda ko'zimizni yumib olsak, Alloh yaxshi ko'rmaydi. Tahorat olgan chog'da suvni isrof qilish, bu makruh. Tahorat olgan chog'imizda suvni isrof qilib, jiq suvni bilan suvni isrof qilib, to'kib olsak-chi nima bo'ldi ekan? Makruh bo'ldi ekan. Bu ishlarni qilgan kishi qana bo'ldi ekan? Gunohkor bo'ldi ekan, ammo gunohi haromdan bir daraja tuvan bo'ldi ekan. Bu ish makruh ekan deb qilmasa qana bo'ldi ekan? Savob berishir ekanmiz. Bildinglarmi? Altas bildik.
Yaxşı. Endi mubah qaranglar. Bek kallanlar ilişib ketgan bo'lishi mumkin. Azroq taxir qilaman. Ikki mazmun mubah bilan joizligini olsak darsimiz tugaydi. Diqqatingizga. Mubah deganimiz qilish yoki tark etish har bir kishining o'z ixtiyor topshirgan ishlar. Ya'ni mubah degan qilsak ham bo'ladigan, qilmasak ham bo'ladigan ishlar. Qilsak gunoh, qilsak savob bo'lmaydi, qilmasakchi gunoh yozilmaydi. Bu ishlarni nima deymiz? Mubah deymiz. Ya'ni qilsakmi, qilmasakmi, qilsak savob berilmaydi, qilmasak jazo yozilmaydi. O'zimizning ixtiyorda bo'lgan bu ishlarni nima deymiz? Mubah deydi ekanmiz. Masalan, yeyish, ichish. Ya'ni yeganimizga savob yozilmaydi, yemasak gunoh qilmaydi shunday qo'l. Bu yeyish, ichish mubah ishlardan. Yani halalını yiyip içişe, haram yesek günah oldu. Oturup kopuş qatarlıq işler, mubah oldu. Ondan başka mesela ticaret qilish, yani ilim verim işleri, bir narsa elish, setish. Mesela bir narsani setib olsak, pulimiz bo'lsa, biz lazımli qadar setib olsak, nima bo'ldi? Bu mubah ish bo'ladi. Bizga lazımli qadar setib olsak-chi, bu mubah bo'ladi. Yani o'zimizning ixtiyorida setish va setish o'zimizning ixtiyorida bo'lgan bunday ishlar-chi mubah bo'ladi. Yani haram aralashib qolmagan doira ichida. Yine-chi, masalan, gunoh bo'lmaydigan, haram bo'lmaydigan bir xizmatni qilish. Xizmatni qilish mubah ishlarning qatoridan. Masalan, ziraat terish, dehqonchilik qilish, sanoat bilan shug'ullanish degandek bu ishlarning hammasi, shu yerda ishlash degandeklarning hammasi mubah ishlarning qatoridan. Bildinglarmi? Yo'q, muallim. Endi joiz qaranglar. Joiz deganimiz durust degan gap, ya'ni qilsangiz bo'ladi deganlikdan gap joiz degan gap. Joiz desini deb tushunsangiz bo'ldi. Durust ekan, ya'ni qilsak bo'ldi ekan deb tushunsangiz bo'ldi. Qilsak bo'ldi ekan deb tushunsangiz bo'ldi. Masalan, buni misol keltirib baqaylik. Namoz o'qiydigan joyda, namoz o'qiydigan yerimizda bir nijosat bo'lib qolsa, uni tozalab, yo'q qilish orqali shu yerda namoz o'qish joiz. Ya'ni nijosat payida namoz o'qish joiz emas. Shunday qilib nijosat bo'lib qolsa, bu yerda namoz o'qisak, namozimiz qabul bo'lmaydi. Lekin, masalan, nijosat payani yuvib tozalayotgandan keyin shu yerda namoz o'qisak bo'ladi ekan, bo'ldi ekan. Ya'ni mushlarni deymiz, joiz deydi ekanmiz. Qilsangiz bo'ldi, hamda qilsangiz bo'ldi. Masalan, kiyimimizga bir mehnat narsa cho'qib qoldi deylik. Bu mehnat narsalar namoz o'qisakchi durust bo'ladimi, durust bo'lmaydi. Endi biz o kiyimlarni mehnat yerini paqqiz yuvib deb, anadan namoz o'qisak durust bo'ladimi? Durust bo'ldi. Ya'ni joiz bo'ldi. Ya'ni bir şey qilsangiz bo'ldi degan ishni ruxsat qilingan ishni deymiz, joiz deymiz. Bildinglarmi? Tamam, bilgan bo'lsanglar, darsimiz tugadi. Men sizlardan savol so'rab qo'yay. Qur'onga oid atalg'ulardan nimalarni o'rgandik? Ayet, sure, pare ve tefsirlerini öğrendik. Ayet degan nima bo'ldi? Qaysanda bo'lsa? Endi pasam Muallim ayet degan suvning ichidagi parcha xatlar. Yani ikki to'xtashni, ikki turg'ishning orasidagi bo'lakni deymiz, ayet deymiz. Yaxshi, maşallah. Sure degan nima qaysanda paqsizlar? Muallim deb pasam. Hadi pekman. Kur'an'daki 30 paradaki aşırında Nasam Bakara Suresi tükençen aşırı sürdüktür. Yaxshi. Yani Bismillahirrahmanirrahim ile ayılıp durduğun bileklerini deymiz, sure deymiz. Yaxshi, maşallah. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? 114. Yaxshi. Başkalarım cevap verip 114. Yaxshi, maşallah. Par degan nima qaysingda paqsizlar? Qur'on Karimda qancha par bor? Bir par qancha sayt bo'ldi? Para degan Qur'on Karimdagi parchadek 20 betlik bo'ladi. Maşallah, yaxshi. Tafsir degan nima? Qaysingda paqsiz tafsir degan nima? Tafsir. Kur'an Qur'onni tarjim qilgan. Kur'an'ın tercümesi. Qur'onning terjimasi, Qur'onning ma'nosini desang to'g'ri yaxshi, ha? Qur'onning ma'nosini tushuntirib berishni biz tafsir deymiz. Yaxshi, maşallah. Farz degan nima qaysingda paqsizlar? Farz degan qanday ishlar? Tushunchinglar deb paqsinglar bo'ldi. Muallim ben sen farz. Muallim farz degan qilınması zul bo'lgan
keskin dil bilen ifadelengen emeller. Yaxşı. Qısa qana oldu? Cık sebep konuşulmaz. Eğer qılmasaqçı, ehmiyet demesini oruluq qılmasaq qana oldu? Günahkar bulmuş. Yaxşı. Eğer de periz kelgini inkar qısçı, Günahkar kafir buldu. kafir buldu. Periz kelgini inkar qısa kafir buldu. Yaxşı maşallah. Periz yaxşı düşünüpsiz. Vacip degen nemi qaysanlap baqsa başqa bir anlap yapınma. Hadice dep yapınma. Vacip degen nemi o? Abi ben desem bulamda. Adamın. Farz şimdi farzın kısa sahaputu, vacibin kısa sahaputu. Lekin farzını taşlap kalsa yapacak günah otur. Lekin vacibini taşlap kalsa anti yapacak günah olmadı. Ondan azraq çıkı günah oldu şundan. Bir derece az günah oldu. Yaxşı maşallah. Periz qancha turga bo'lindi ekan? Periz qancha xil bo'ldi ekan? Qaysi? Periz ayin ve Paris Kupay. yaxshi periz ayin degan nima? Düzenle kıldığın ise başka adımlar sana kıldığını. Ha, çoqum o'zi qilmasa, gadini saqlamaydigan amallar shundan boshqa qilib bermaydigan, çoqum o'zi qilish kerak bo'lgan bu amallarni periz ayin deyir ekanmiz. Periz kupay qanday ish ekan? Qanday ishni periz kupay deyir ekanmiz? Bütün Müslümanlar kıldığın iş. Bütün musulmonlarga periz bo'lgan shundan musulmonlarning bir bo'lik ishlarni qilish bilan hamma musulmonningki 5dan saqib bo'lgan amallarni periz kupay deymiz. Maşallah. Endi sünnet kelayli. Sünnet degan nima ekan? Javob bermay sanab beqinglar. Peygamber Efendimiz'in kılan işleri. Qilgan ishlari yenichi? Peygamber Efendimiz'in kılan söz hareketleri. Qilgan ishlari, so'zlari yenichi? Buyurgan iş. Kılıkları, yapları, buyurganları. Yaxshi. 4 turlik ish bor deydi. Qilgan ishlari, so'zlari, uchinchisi nima? Faaliyetleri, amelleri. Buyurgan ve to'sqanlari shunaqa. 4-chi? Payg'ambarimizning sifatlari. Mana shu 4 ishlarni biz nima ekanmiz? Sunnat deydi ekanmiz. Yaxshi. Sunnat qancha turlik bo'ldi ekan? Sunnat 2 turlik bo'ldi ekan. Qaysi edi? Qasimda baqsizlar? Muallim sünnet degan kısmı sevap tutgan kılması günah olmadı. Yaxshi. Ta'kidlangan sunnat degan qaysi ekan? Payg'ambar alayhisalom har vaqt qilgan, o'zisiz faqat tark etmagan ishlarni deymiz, ta'kidlangan sunnat deydi ekanmiz. Masalan, nimalarni misol keltirdik? Yana bir farz namozning sunnatlari, misol kishitish degan misol keltirdik. Ta'kidlanmagan sunnat degan nima? Bazı qilib, bazı qilmagan. Ha, yaxshi. Payg'ambar alayhisalom ba'zini qilib, ba'zini qilmagan ishlarni ta'kidlanmagan sunnat deymiz. Maşallah. Masalan, nimani misol keltirdik? Asr namozining farzdan ilgari 4 rakat sunnatni misol keltirdik. Yaxshi. Undan boshqa mubah degan nima degan gap ekan? Mubah degan balla? Kılması mı günah olmaydı, kısmı günah olmaydı. Qissa savab berilmaydi, qilmasa gunoh olmaydigan ishni mubah deydi ekanmiz. Yaxshi. Joiz degan nima ekan? Kılınsa butkan narsa. Qilsangiz bo'ldi deb qilingan, durust qilingan ishni joiz deydi ekanmiz. Yaxshi. Yana nima qoldi? Harom degan nima ekan? Haram degan çeklengen neslerini kılış, tomak çekiş bir haram işe kirdi. Allah haram kılan işlerini kısa ve bunu yiyse o şu haramga kirdi. Maşallah. Maşallah. Haramni qilgan kishi qanday bo'ldi? Muallim qattiq Qanaqa bo'ldi ekan? Haramni haloldan qilgan qanday bo'ldi ekan? Günahkar buldu gençler. Haramni, bir haram ishni, yo'q bu haram emas desa nima bo'ldi ekan? Ustoz günah buldu. Kafir bo'ldi. Kafir bo'ldi, ha? Dindan chiqib ketdi. Yaxshi, maşallah. Darsni yaxshi tushunibsizlar. Nima bo'lsa, quiz o'ynamdik. Oynayımız usta. Nima qilamiz? Quiz ochdim.